Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli Oliy sud raisi. Kuni kecha biz Mirzo Ulug'bek tumani fuqarolik sudida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Abayxonobod Group boshqaruv servis kompaniyasi bilan o'rtamizda sud bo'lib o'tdi. Men sudyani chiqargan qarordan adolatsiz deb hisoblayman. Asosan mani vajlarimni eshitgani yo'q. Vajlarimni eshitgan taqdirda ham inobatga olgani yo'q. Nechta hujjat qo'ydim. Mantiqan o'ylab qarasa ham to'g'ri kelmaydigan holatlarni qo'ydim, isbotini, dalilini. Lekin sudya negadir inobatga olmadi shu qismini. Emas, sud protsessi davomida men bitta holatga to'xtalib o'tdim. Hurmatli sudya dedim. Agar bu mani qarzdor deb hisoblaydigan bo'lsa, o'zi umuman menga shaxsiy hisob raqam ochish uchun shaxsiy ma'lumotlarimdan foydalanish kerakmi? Foydalanish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu boshqaruv servis kompaniyasi qanaqa qilib mani shaxsiy ma'lumotlarim, mani roziligimsiz, mani ruxsatimsiz olib, shaxs menga hisob raqam ochib turib, billingga qarzdor qilib kiritib qo'ygan. Xullas, bu yerda chigal vaziyat juda ko'p. Shaxsiy mulkka va shaxsiy ma'lumotlarimga oid bo'lgan hujjatlar davlat tomonidan demak kafolatlanmaganligini men o'zi his qildim kecha. Nega? Bu boshqaruv servis kompaniyasi mening uyim billing tizimiga kiritishda pasportimdan, kadastr hujjatlarimdan foydalanish kerakmi? Shaxsiy hisob raqam ochish uchun agar foydalanish kerak bo'ladigan bo'lsa, u mani ruxsatim bilan, roziligim bilan bo'lish kerakmi? Yoki bo'lmasam bemalol borib xohlagan mulkdorga, xohlagan fuqaroga nisbatan biron bir boshqaruv servis kompaniyasi mening uyim billing tizimida bemalol hisob raqam ochib qo'yishi mumkinmi? Yoki qurilish vazirligi tomonidan, billingni nazorat qilinadigan bo'limi tomonidan bemalol biron bir fuqaroga shaxsiy mulkiga oid qismiga o'sha mening uyim billing tizimida bemalol hisob raqam ochish mumkin ekanda. Fuqaro o'zi bilmaydi hisob raqam ochilganligini, hisob raqamida qarzdorliklar kiritib tashalganligini. Bu qayerda qoldi bizani xavfsizligimiz? Qani shaxsiy mulkka, shaxsiy ma'lumotlarimizga bo'lgan qani yo'q hududda xavfsizligi. Bemalol men hayron qolaman shu joyiga. Bu O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida nima ruxsat etilganmi? Mulkdori, ya'ni fuqaroni ruxsatisiz bemalol shaxsiy ma'lumotlardan foydalanib, unga nisbatan hisob raqam ochish to'g'risida. Men suvdan misol uchun shaxsiy hisob raqam ochganman, o'zim kadastr kopiyamni, pasport kopiyalarimni o'zim taqdim qilganman, ochganman. Gazdan, elektr energiyadan, xullas qolganidan men o'zim hech qanaqa mening uyim billing tizimida hisob raqam ochishga taqdim qilmaganman va qaysi yo'l bilan ochilgan? Bularga bir chora ko'radigan, biron bir harakatda bir qonuniy bo'lgan men holatlarni men ko'rayotganim yo'q. Nimagadir Mirzo Ulug'bek tumani huquqni himoya qilish organlari tomonidan shu boshqaruv servis kompaniyasi arizamni bir nechta ariza berishimga qaramasdan turib himoya qilinishga urinyapti. Sababi menga noma'lum. Hurmatli prezident, o'zingiz yordam berishingizni so'rayman, o'zingiz nazoratga olishingizni so'rayman. Bu tumanni hokim qabuliga ham bordik, va'dalar berildi, lekin yana 23-fevralda borgandik. 23-fevralda borgandik, mana bir oydan o'tib ketdi. Murojaatni ko'rib chiqish bo'yicha o'sha qonunchilik bo'yicha 30 kun bo'ladigan bo'lsa, o'sha 30 kundan o'tib ketdi. Lekin quruq va'dalarni eshityapmiz. Hech qanaqa bularga nisbatan chora ko'rilishi o'rniga bularni ayblarini yopishga urinayotgan ayrim huquqni muhofaza qilish organ xodimlari mavjud bu hududda. Hurmatli prezident, shuning uchun o'zingizdan faqat o'zingizga suyangan holatda men sizdan yordam so'rab qolaman va hurmatli Oliy sud raisi bir Mirzo Ulug'bek tuman fuqarolik sudini ham bir nazoratga olishingizni so'rayman. 3 ta sud protsessida 3 ta sudya tomonidan adolatsiz qaror qabul qilinyapti.
Mirzo Ulug'bek tumani fuqarolik sudiga bo'lgan ishonchim mani butunlay yo'qolib bordi hozir bu holatlarni ko'rib. Bittasi mayli shunaqa ekan, adolatsiz ekan, keyingisi adolatlidir deb o'yladim. Yo'q, u ham adolatsiz qaror qabul qildi. Yo'q, mayli ikkita ekan, keyingisi sal adolatlidir deb o'yladim. Uchinchisi ham xuddi shu ahvol ekan. Kimga boraylik? O'zi bekorga yetishmadigan ekan. Bir narsa bo'lsa, bir narsa qilib qo'ysa, dodingni kimga yetasan degan. Endi dodimizni kimga yetishni ham bilmay yuribmiz, hurmatli prezident. Siz olib borayotgan siyosatingizga bular qarshi chiqyaptimi? Men tushunmadim, hurmatli prezident. Oliy sud raisimizdan ham men iltimos qilib qolardim. Sal adolatli qaror qabul qilishda sudyalarimizga bir qanaqadir agar vijdoni uyg'otish kerak bo'lsa, vijdonni uyg'otishda, agar qonunchilikni yaxshi bilsa, bir qonunchilikni o'rgatishda, biz oddiy fuqarolar nima qilamiz? Yoki qonun mansabdor, lavozimdagi yoki taniqli, tanishi bilishi kuchli bo'lganlarga nisbatan, obro' e'tiborlilarga nisbatan boshqacha ishlaydi, oddiy fuqarolarga nisbatan qonun boshqacha ishlaydimi? Bitta holatda, misol uchun oddiy holat, bir jurnalist opamiz ijtimoiy tarmoqda oddiy bir fuqaro bir haqorat qilib qo'ygani uchun sudya tomonidan so'ralayotgan, uni da'vosida so'ralayotgan 100 million so'm ma'naviy zarar miqdorini 100 million so'm deb belgilab qaror chiqarib berdilar. Lekin men oddiy fuqaroman, ma'naviy zarar bo'yicha, majburiyat yuklash bo'yicha da'vo ariza kirityapman. Kechirasiz, ancha yoqib borgan benzin xarajatimga ham yetmaydigan darajada shuncha yugurganimga 1 yildan oshib ketdi o'sha murojaatimizga. Arzimagan pul bilan ma'naviy zararga pul summa chiqarib beryaptilar. Nega? Savol. U bittagina haligi jurnalist opani bittagina haqorat qilgan fuqaro haqorat qilgani uchun menga nisbatan haqorat bo'ldi, tuhmat bo'ldi, ustimdan asossiz ravishda ichki ishlarga ariza tashlab turib, meni ichki ishlar tomonidan qo'rqitishga urinish holatlari bo'ldi. Menda epizodlar ko'p. Opada bitta epizod uchun 100 million so'm. Menda nechta epizodlar bor, lekin inobatga olinmasdan turib, men hayron qoldim, hurmatli Oliy sud raisi. Shuning uchun men sizni shaxsiy qabulingizda so'rab turib ariza qoldirdim. Shaxsiy qabulingizga qabul qilasiz degan umiddaman. Rahmat kattakon, soningizda sog' bo'lsin.